Assalamu alaykum barliq dünyadagi qarindoshlar. Sizlarga samimiy salom, oliy ehtirom. Men bugun mush guvohlikdan o'tishning ahamiyatini sizlarga tunishtirmoqchi. Guvohlikdan o'tish oldi bilan sizning o'zingizning onangiz, dadingiz, singingiz, urug' tuqqanlaringizni qutuldirib qoladi. Xitoy pichoqni tayyorlab turgan, ularning hamma a'zoyini satmoqchi bo'lib turgan qotil Xitoydan sizning tuqqaningizni, yo'qab ketadigan tuqqaningizni tepirdi. G'oyib bo'lgan tuqqaningizni tepirdi. O'limga hukm qilmoqchi bo'lgan tuqqaningizni qutuldirdi. Urib o'ltirib atmoqchi bo'lgan tuqqaningizni qutuldirdi. Siz vatandagilarga yordam qilolmaysizmi? O'zingizning oilasi, urug' tuqqanlaringizga yordam qilish uchun jiddiy guvohlikdan o'ting. Mushu qitimqi imzo to'plashdan boshqa, uzun muddatli namoyishdan boshqa bu guvohlikdan o'tish bütün dünyani qo'zg'adi. Bütün dünyani siyosatga Uyg'urga akeldi. Bütün muxbirlarni qo'zg'adi. Shuning bilan shu kim guvohlikdan o'tgan bo'lsa, shuning tuqqanlari hayot qilib qoladi. Chunki Xitoy untinsiz, izdiraksiz o'lim jazosiga hukm qilib, gunohsiz odamni o'lim jazosi, muddatsiz qamoq jazosi deb hukm qilib ichiga akiriblan ularning yoshlarning üçey bakırını satımen deydiğine yol koymaydı. Yoqutuşdan dünya onun sorğunu qiladi. Palançı qilib, pokonçı qilib. Şuna özlüğüdün toplaşkan Finlandiyadaki Xalmurat Uyghur başçılığında bütün dünyada elan qilgan bu guvohlikni o'tishga hazır Gollandiya ve Türkiye'de qarindoshlarimiz bir grup tashkillabdi. Guvohlikdan o'tish gruppasi. Derhal siz bularni izlang. Bular kelib guvohlikdan o'ting. Tuqqanlaringizni qutuldiring, ota-onangizni qutuldiring. Siz Allah'ın aldıda Allah razılık için burçinizde ada qilganlik, bir kişilik o'zingizning vicdaningizda tozalaganlik bo'lasiz. Shunga guvohlikdan o'tishingizni umid qilmayman, sizga shunga tavsiya qilaman. Rahmat Robiya onangiz. Yani uzun bo'lib ketdim.